Bugun Manchester City maydonida nafaqat muhim o'yin, balki o'ziga xos tarixiy sana ham bor. Bitta futbolchi uchun bu kun 2 baravar mas'uliyatli. Nega aynan bugun? Sizlar bilan Husanov News kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Agar Leeds Manchester City uchrashuvini sifatli translyatsiyada tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Kanal manzili kommentariyada. Premier Liga jonli efir bizda. Bugun 28 fevral 2026-yil Manchester City safarda Leeds Unitedga qarshi maydonga tushadi. O'yin Elland Road stadionida bo'lib o'tadi. Uchrashuv 17:30 da boshlanadi. O'zbekiston vaqti bilan 22:30. Asosiy savol: Abduqodir Husanov maydonga tushadimi? Javob: ha, tushadi. Asosiy tarkibdan yoki zaxiradan farqi yo'q. Pep Guardiola uni o'yinga qo'shadi. O'tgan hafta Newcastle ga qarshi bahsda Husanov zaxiradan tushib, ishonchli o'yin namoyish etdi va murabbiyning ishonchini yanada oshirdi. Ammo bugun yana bir muhim jihat bor. Bugun Husanov uchun maxsus kun, chunki u 29 fevral 2004-yilda tug'ilgan. 29 fevral kabisi yil keladigan sana. Bu sana har 4 yilda bir marta bo'ladi. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. 2026-yil esa kabisi yili emas. Shu sababli u bu yil tug'ilgan kunini 28 fevralda nishonlamoqda. Bugun u 22 yoshga to'ldi, lekin haqiqiy 29 fevral tug'ilgan kunini hayotida atiqa bir necha bor nishonlagan. Eslatib o'tamiz, Husanov 2025-yil yanvar oyida Lens klubidan Manchester Cityga o'tgan. Qisqa vaqt ichida u Premier Ligada o'zini ko'rsata boshladi va jamoa tarkibida muhim rotatsion futbolchiga aylandi. Bugun uning kuni, tug'ilgan kuni va yana bir muhim o'yin. Biz kutamiz, O'zbekiston kutmoqda. Jonli efirni o'tkazib yubormang. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Bu Husanov News edi. Yangi xabarlar bilan yana uchrashamiz. Xayr!